progressiya. Dastlab arifmetik progressiyaga izoh beraylik. Demak, arifmetik progressiya shunday sonlar qatorini tashkil qiladiki, bunda ixtiyoriy ikkita ketma-ket kelgan hadning ayirmasi har doim o'zgarmas bo'ladi. Bunga misol tariqasida natural sonlar ketma-ketligini olish mumkin. Mana, demak, natural sonlar ketma-ketligi, natural sonlar cheksiz hisoblanadi. Bu yerda ixtiyoriy har qanday ikkita ketma-ket natural sonni oladigan bo'lsak, ularning demak ayirmasi aynan bittaga farq qiladi. Arifmetik progressiyaga yana bir misol tariqasida toq natural sonlarni keltirish mumkin. Demak, toq natural sonlar ketma-ketligi. Bu yerda xohlagan ikkita ketma-ket natural ketma-ket hadlar ayirmasi demak 2 ga farq qiladi. Va hokazo. Demak, arifmetik progressiyaning o'ziga xos xususiyati har qanday ketma-ket kelgan ikkita hadning keyingisidan, demak, oldingisining ayirmasi aynan bitta songa teng bo'ladi va bu son arifmetik progressiyaning ayirmasi deb izohlanadi, D harfi bilan belgilanadi. D harfi, demak, D, ya'ni arifmetik progressiyaning ayirmasi ixtiyoriy ikkita ketma-ket hadlar ayirmasiga teng, ya'ni a n'inchi va n-1 hadlar ayirmasidan deb izohlasak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari arifmetik progressiyalar demak 2 guruhga ajratiladi. Birinchisi demak o'suvchi arifmetik progressiya, o'suvchi progressiyalar. Bunga misol tariqasida masalan 7, 10, 13, 16 va hokazo. Demak, bu yerda arifmetik progressiyaning ayirmasi 3 ga teng, ya'ni ayirma musbat bo'lgan holatlarda progressiya o'suvchi deb ataladi. Agar D ayirma, ya'ni arifmetik progressiya ayirmasi manfiy bo'lgan holatlarda progressiyamiz kamayuvchi deb izohlanadi. Aytaylik, mana 17, 10, 3, -4 va hokazo. Progressiyaning hadlari manfiy sonlardan iborat bo'lishi ham mumkin. D musbat, ya'ni ayirma musbat holatlarda demak progressiya o'suvchi, ayirma manfiy holatlarda progressiya kamayuvchi bo'ladi. Yuqorida ko'rsatilgan deyarli barcha misollarda hadlar natural yoki butun sonlardan iborat bo'ldi. Aslida bunday bo'lish shart emas. Xohlagan o'nli kasr ko'rinishdagi son yoki irratsional sonlar bu progressiyani hadlari bo'lib ishtirok etishi mumkin. Mana masalan 2.3, 2.7, 3.1, 3.5 va hokazo. Bu yerda masalan D arifmetik progressiya ayirmasi 0.4 ni tashkil qiladi. Bundan tashqari arifmetik progressiyaning demak xossalari mavjud. Arifmetik progressiyaning demak mana eng o'sha oddiy dastlabki yuqorida o'sha etilgan xossasidan ta'rifidan kelib chiqqan holda n'inchi hadni topish uchun n-1 hadni ustiga demak d ni qo'shgan holatda aniqlash mumkin. Yoki mana misol uchun sonli raqamlarda a7 ni topish uchun a6 plus d, a8, a7 plus d. Aynan shu ikkita ifodadan kelib chiqqan holatda a8 barobar a6 plus 2 ta d deb aytish mumkin. Yoki misol uchun a8 ni a5 orqali ifodalaganda a5 plus 3d, a8 ni a4 orqali ifodalasak a4 plus 4d, a8 ni a3 orqali bo'lsa a3 plus 5d. Ahamiyat bersangiz, mana 5, mana bu yerda turgan indekslar kamaygan holatda mana D oldida turgan koeffitsiyentlar bittadan oshyapti. A8 ning qiymati o'zgarmayapti. Bundan xulosa qilish mumkin. A8 ni demak mana A1 plus 7D deb belgilash, yozish mumkin. Ahamiyat bering, 3 ga 5 ni qo'shamiz 8, 4 ga 4 ni qo'shamiz 8, 5 ga 3 ni qo'shamiz 8. Ya'ni mana shu yerda D oldidagi koeffitsient va progressiyaning mana bu o'rinda turgan hadning indeksdagi raqam yig'indisi 8. Ya'ni mana bu o'sha hadni indeksiga teng bo'lyapti. Aynan shu holat mana bu yerda ham aynan shunday. 1 va 7 ni yig'indisi 8 ga teng. Bundan umumiy holatda xulosa qilish mumkinki, demak AN ninchi had
A1 plus n minus 1 ko'paytirilgan d degan arifmetik progressiyaning n'inchi hadini formulasi hosil bo'ladi. Demak, bu arifmetik progressiyaning n'inchi hadi formulasi. Keyingi xossa progressiyada a n'inchi hadga a k'inchi had yig'indisi a p plus a qo'yinchi hadlar yig'indisiga teng bo'ladi. Agar n va k ni yig'indisi p va q ni yig'indisiga teng bo'lsa, albatta. Misol, masalan, a2 qo'shilgan a17 bu barobar a6 qo'shilgan a13 ga teng. Demak, bu yerda aynan bitta narsani eslatib o'tish kerak. Mana bu tenglikning chap va o'ng tomonidagi a'lar soni ham bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni 2 ta a, bu yerda ham demak 2 ta a. Indekslar yig'indisi 2 ga 17 va 6 ga 13 ni yig'indisi ikkala holatda ham demak 19 ni tashkil qiladi. Demak, bu ifodalar bir-biriga teng. Buni ko'rsatish juda ham oson. Bundan oldingi xossaga ko'ra, masalan, mana a2 ni a1 plus d, a17 ni a1 plus 16 d, a6 ni a1 plus 5 d, a13 ni a1 plus demak 12 d ko'rinishda tasvirlasak, bu ikkita ifodaning yig'indisi mana osongina qo'shish mumkin. 2 ta a1 va 17 ta d. Bu ikkita ifodaning ham yig'indisi 2 ta a1 plus 17 ta d mana. Ko'rish mumkin. Mana ikkita hadlar mana shu ikkita yig'indi tengligini osongina ko'rish mumkin. Bundan tashqari faqatgina 2 ta a va 2 ta a bo'lgan holatdan tashqari agar ifodalar soni ikkala tenglikni ikkala tomonida ham 3 tadan tashkil qilgan holatlar uchun ham tenglik yozish mumkin. Demak, agar demak n plus k koeffitsiyentlar yig'indisi, indekslar yig'indisi p plus q plus r ga teng bo'lsa, bu tenglikni to'g'ri deb aytish mumkin. Ya'ni a'lar soni 3 ta, chap tomonda, o'ng tomonda ham 3 ta. Hamda indekslardagi raqamlar, sonlar, indekslar yig'indisi teng, o'ng va chap tomonlar teng bo'lsa, demak tenglikni bemalol to'g'ri deb topish mumkin. Bundan tashqari, demak, progressiyada biz yuqorida a n'inchi haddan a1 va d orqali ifodalagan bo'lsak, endi bemalol a n'inchi hadni qandaydir k'inchi had orqali ham ifodalash mumkin. Buni mana bu tarzda yozish mumkin. Masalan, a 70 hadni topish uchun 63 had ustiga 7 ta d ni qo'shsak bo'ldi. Yuqorida aytganimizdek, d oldidagi koeffitsient va tenglikning o'ng tomonidagi a ni indeksidagi mana bu koeffitsiyentning yig'indisi tenglikning chap tomondagi hadni indeksiga teng bo'lsa, ya'ni 70 bu 63 plus 7. Bu tenglik doim o'rinli bo'laveradi. Buni demak umumiy holatda mana bu tenglik formula orqali ifodalash mumkin. Bu qanday masalalarda yordam beradi? Masalan, shunday masalalar beriladi. A 7-had aytaylik 47 ga teng, a masalan 63-had deylik -11 ga teng. Shu holatda agarda mana a 65 ni topish kerak bo'lsa, ko'pchilik demak o'sha birinchi formuladan, ya'ni o'sha a n ni a1 va d orqali yoziladigan holatdan ko'proq foydalanishadi. Aslida unga hojat yo'q. Bu yerda mana a 65 ni eng yaqin had sifatida a63 ni oladigan bo'lsak, a63 plus 2 ta d, mana 65, bu 63 plus 2 ga teng bo'lgani uchun 2 ta d qo'shiladi. Demak, biz bu yerda d ni topsak yetarli. D ni esa a63 hadni a7 qo'shilgan, demak 63 dan 7 ni ayiramiz, 56 d ni tashkil qiladi. Demak, a63 bizda qiymat jihatdan -11 ga teng, a7-had demak mana 47 ga teng, plus demak 56 ta d. Natijada bu yerdan mana d ni bemalol topsak bo'ladi. -58 bo'lingan 56 holatda d ni demak topdik mana. Buni agar qisqartiradigan bo'lsak, d barobar -29 bo'lingan 28 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, demak mana a65 ni o'sha yuqorida mana bu formulada demak 63-had -11 ga teng, d esa -29 bo'lingan 28 ga teng. Buni demak osongina hisoblab qo'yish mumkin. 29 bo'lingan demak 14. Natijada -13,14 dan 1 degan javobga ega bo'lamiz.
Endi progressiyaning, demak, arifmetik progressiyaning yana bir xususiyati, xohlagan arifmetik progressiyani oladigan bo'lsak, demak, A3, A4, A5, A6, A7 va hokazo. Demak, bu arifmetik progressiyaning hadlari. Boringki, mana A100 gacha bo'lsin. Agar mana shu progressiyani tashkil qiluvchi shu hadlarning faqatgina toq nomerli hadlarini oladigan bo'lsak ham, hosil bo'lgan sonli qator yangi progressiyani hosil qiladi. Demak, mana bu 1-chi, 3-chi, 5-chi, 7-chi, 9, 11-chi, ya'ni toq nomerdagi mana bu 1-chi progressiyaning toq nomerdagi hadlar ketma-ketligi yoki juft nomerdagi hadlar ketma-ketligini qarash mumkin. Bu ham yangi qandaydir bir boshqa bir progressiyani hadlari bo'lib xizmat qiladi. Umumiy holatda aytish mumkinki, agarda berilgan progressiyani indekslar arifmetik progressiyani tashkil qilsa, demak, berilgan progressiyaning indekslarining arifmetik progressiyani tashkil qilishi ushbu, demak, progressiya sonlar qatorining progressiya bo'lishi uchun yetarli omil hisoblanadi. Mana 1-chi, 7-chi, 13-chi, 19-chi, 25-chi va 97-chi hadlar olindi. Mana bu ham yangi progressiyani tashkil qiladi. Sabab sonlar hadlarning indekslariga ahamiyat bersak, ularni o'zi arifmetik progressiyani tashkil qilyapti. Mana bu yerda, demak, indekslar ayirmasi 2 ga teng arifmetik progressiya tashkil qiladi. Mana bu yerda ayirmasi 2 ga teng arifmetik progressiya tashkil qiladi. Mana bu yerda indekslar ayirmasi 6 ga teng arifmetik progressiyani tashkil qilgani bois, demak, ushbu sonlar qatori yangi progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyaning dastlabki n-ta hadini yig'indisi haqida gaplashamiz. Demak, dastlabki n-ta hadini yig'indisi Sn deb belgilanadi va dastlabki n-ta hadlarini ketma-ket, demak, yig'indi holatda tasvirlaymiz. Sn. Agarda dastlabki n- bitta hadlarni yig'indisini qaraydigan bo'lsak, tabiiy ravishda oxirdagi, demak, a n-chi had, demak, bu yerda bo'lmaydi. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, demak, dastlabki n-ta hadlar yig'indisidan dastlabki n- bitta hadlar yig'indisini qarasak, demak, albatta a n deb beradi bu ayirma. Endi bu progressiyani formulasiga bevosita o'tadigan bo'lsak, demak, Sn bu a1 qo'shilgan an taqsim 2 ko'paytirilgan n ko'paytma orqali topiladi. Masalan, oddiygina 1, 2, 3, 4 va hokazo, misol uchun 50. Ushbu yig'indini topish uchun ko'rinib turibdi, sonlar arifmetik progressiyani hadlari vazifasini bajara oladi. Ketma-ketlik, demak, arifmetik progressiyani tashkil qiladi. 1, 2, 3 yuqorida aytganimizdek, natural sonlar ketma-ketligi birinchi hadi, demak, a1 ga teng, oxirgi hadi, demak, 50 ga teng. Bu a n vazifasini bajaradi. Osongina ko'rish mumkin. Bu yerda, demak, 50 ta had borligini va natijada, demak, mana 51 ko'paytirilgan 25. Ushbu, demak, ko'paytmani topish orqali bemalol hisoblash mumkin. Bu natijada 1275 ga teng bo'ladi. Endi yuqorida ozgina o'zgartirish mumkin. Mana ushbu formulani davom ettiradigan bo'lsak, yana a n o'rniga n-chi hadini topish formulasini olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishdagi formula ham hosil bo'ladi. Bu qachonki bizada A1 birinchi had, D, A1, D va hadlar soni to'g'ridan to'g'ri aniq bo'lgan holatlarda ushbu formuladan foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, birinchi hadi, demak, mana 7 ga, ayirmasi 3 bo'lgan arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisini toping. Demak, to'g'ridan to'g'ri, demak, matematik model holatda yozdik. Birinchi had 7 ga, ayirma 3 ga, 10 ta hadini yig'indisini hisoblash kerak. Demak, bu yerda mana S10 bevosita formulaga ko'ra 2 ta A1 n 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, n-1 demak 9 ga teng. 9 da bölü 2 ko'paytirilgan 10.
A1 ni o'rniga demak buni 7 ni qo'yamiz. D ni o'rniga 3 ni va natijada ushbu tenglikni hisoblaymiz. Demak 14 27 yig'indi 45 bo'lsa 2 ga qisqartirsak 5, natijada javob 200 demak 5 ni tashkil qiladi. Arifmetik progressiyalar haqida bundan tashqari demak xossalarga murojaat qilsak, aynan o'sha n ta hadini yig'indisida A1 qo'shilgan demak buni AN bo'lingan 2 ko'paytirilgan n. Buni yana o'sha boshqacharoq ko'rinishda ham tasvirlash mumkin. AK plus AM bo'lingan 2 ko'paytirilgan n holatida. Bu yerda mana bu A1 plus AN yig'indini AK plus AM mana bu ikkita yig'indini tengligidan foydalanamiz. Agar n plus 1 k plus m yig'indiga teng bo'lgan vaziyatlarda bu formulani mana bu holatda ham tasvirlash maqsadiga muvofiq. Aynan demak yuqorida ko'rsatgan o'sha arifmetik progressiyaning xossalari haqidagi o'sha xossasiga ko'ra bu tenglikni yozdik. Masalan ushbu turkumdagi masalalar juda ham ko'p uchraydi. 3 va 25 hadlar yig'indisi 2 ga teng bo'lsa savol beriladi. Arifmetik progressiyaning dastlabki 27 ta hadining yig'indisini toping. Berilgan ma'lumotlar faqat shugina. To'g'ridan to'g'ri ushbu masalaning yechimida dastlabki 27 ta hadning yig'indisini topish uchun ushbu formuladan bevosita 27 ni qo'yamiz. A1 plus A 27 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 27. Ahamiyat bersak, mana bu yig'indida 1 va 27 yig'indisi 28 ga teng. Bizning masalamizdagi berilgan ma'lumotga ko'ra 3 va 25, ya'ni indekslar yig'indisi ham 28 ni tashkil qiladi. Bu yerda bemalol ushbu tenglikni A3 plus A25 ga yig'indini almashtirish mumkin. Natijada bu yig'indi 2 ga teng bo'lgani bois 2 bo'lingan 2 ko'paygan 27. Demak javob osongina 27 deb topiladi. Ozgina murakkabroq holatlar kuzatiladi ba'zida. Demak, ikkinchi masala bunga ushbu xossaga doir. Demak, SN ya'ni progressiyaning dastlabki n ta hadini yig'indisi 100 ga teng. 3 va n-2 hadlar yig'indisi 10 bo'lsa, ushbu progressiyada nechta had mavjud? Demak, men bevosita o'sha matematik model tariqasida masalani berilishini yozdik. Buni yechimiga o'tamiz. Yuqoridagi formulaga ko'ra SN n ta hadini formulasini yozamiz. Bu yerdagi eng kerak va zarur ahamiyat berish kerak bo'lgan joyi, demak A3 va n-2 hadlar yig'indisi bu A1 plus AN birinchi va n-chi hadlar yig'indisiga teng bo'ladi. Sabab 3 ga demak n-2 ni qo'shganimizda 1 ga n ni qo'shganimizdagi yig'indilar o'zaro teng bo'ladi. Bemalol buni ko'rish mumkin. Bu ham n plus 1, o'ng tomondagi ifoda ham n plus 1 ni tashkil qiladi. Shu bois mana bu formuladagi ushbu yig'indini o'rniga 10 ni olib kelib qo'yishimiz mumkin. Natijada SN 100 ga teng, A1 plus AN 10 ga teng bo'lsa, n ni osongina topish mumkin. Demak 100 barobar 5 ko'paytirilgan n. N barobar demak 100 bo'lingan 5 va javob 20. Demak ushbu progressiya 20 ta haddan iborat ekan.